Assalomu alaykum, hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz yana bitta obyektimizni tugatdik. Bu obyektimiz Farg'ona viloyati Quvasoy shaharida. Ko'pchilik bilsa kerak, Sumaya tort markazi. Shu akamizning yangi do'konlari, ya'ni Sumayani filiali bo'ladi. Sumaya bu yangi do'konimiz. Lokatsiyasi Tamojniga chiqib ketishdi yo'lida. Bu akamizga jami do'konning ikkita oldi vitraji, 140 ga 150 3 ta rom, 90 ga 215 2 dona eshik, podvaliga bitta 2 qanotli eshik hamda 4 dona Ford shkafga berganmiz. Bir qator obzorlarni ko'rsatib beraman. Ikkinchi etajimizdan boshlaymiz. İkinci etajımız kirish eshigi. 90 ga balandligi 215 qaytarib o'taman. Xo'p, profilimiz Red Pen alyumin aldoksid bor. Antrazit G306 profilida. Rezinkalari X rezina qo'yganmiz bunga. Graf ruchka zamoylari va eshigimizni balkon qanotda qilib berganmiz. Hamma eshigimiz balkon qanotda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin zamoylarini va yopilishi. Balkon qanotda bitta shunisi yoqadi menga. Shu chotki ishlaydi. Ochiqcha shovqinsiz. Romlarimiz 140 balandligi 150. Ikkita ko'zlik, bir tomon ochiladigan bo'lgan. Bu ham alyuminda bo'lgan. Ochilishi, yopilishi. Romlarda fortikalarda ayniga 2 qavat oq aynida bo'lgan. Oldi vitrajimizniki, hamma eshiklarimiz ayniga 06 lik kalyonli aynida bo'lgan. Ko'rishlari mumkin. Ruchkalari qora akril, petlalari ham qora akrilda bo'lgan. Yopilishi 35 lik antrazitni o'zini patagoniylardan qo'yib berganmiz. Penalarni aylantirib sepib berganmiz. Xo'sh, endi birinchi etajga o'tamiz. Birinchi etajimiz oldi ko'rinishi. Razmerlarini tanishtirib o'taman. 3 metrga balandligi 260. 3 metrga balandligi 290. Bunga bitta 2 qanotli 140 li eshik qo'yib berganmiz. Buni yonidagi tepaga bitta fortchka qo'yib berganmiz. Eshigimizni tayi besparoy holatda bo'lgan, chunki kaselkada kirish ehtimoli borligi uchun besparoy qildirgan klientimiz. Aynalari 06 lik kalyonli aynada bo'lgan. Aynalarimiz Glazex model. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham balkon qanotda. Ochilib yopilishlar. Buniki baribir zo'r chiqmaydi hozir. Chunki tayi kafel bosib hamma bo'lgandan keyin legirovkalar bir qator ko'rib beriladi. Fortishkalarimiz 70 ga 50. Bir xilda 3 dona fortishkamiz bor. Va 90 ga 215 yana bitta eshigimiz. Bu eshigimiz tashqariga ochiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Qulflanishi. Podvalimizda bitta eshik, bitta fortchkamiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Podvalimizning eshigi, xo'sh, eni 140 balandligi 220. Ichkariga chapga 2 qanotli ham bir xilda balkon profil. Buni ham aynagini zakalga ayni qo'yib berganmiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 90 ga 215 220 lik bir qanotli eshiklarimiz balkon profilda. O'sha aytaylik, oddiy aynada ham deylik. G306 profilida. 2 million 400 2 million 300 ming so'm. 140 ga 150 romlarimiz alyuminda 1 million 800 ming so'm, 1 million 900 ming so'm chiqyapti. Bitta ochilish podagoniga 2 qavat aynagi bilan. Bunga o'xshagan vitrajlarimiz razmeriga, rasxodiga qarab hisoblanaveradi. Bu obyektimiz общий summasi 22 million so'mga bo'lgan. Biz akasimiz Hayit bayramidan oldin olingandi o'zi asli. Ayrim sabablarga ko'ra o'zgartirishlar kiritildi, shuni hisobiga jicha muddati cho'zilib ketdi. Lekin xudo xohlasa ishlarini olib kelib topshirib, ko'ngilliydek qilib bitkizib beryapmiz. Qubbokfa bilan qoling, Qubbokfa doimo sizlar bilan, joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.